erkaklarni yomon deyotganlar, nima sizlar ayollardan yaralganmisizlar? Yo bo'lmasa sizlarni layli tashlab ketganmi? Eng qizig'i siyosatda erkaklar boshqaradi, urushlarda erkaklar qatnashadi, qabrlarni, go'rlarni erkaklar qaziydi, nonvoylar, dalachilar hammasi erkak, oilani, jamiyatni borlig'i ustuni erkakda. Sizlar uni chopib ildiziga bolt urib, o'zinglarni matriarxat degan narsalarni targ'ib qilyapsizlar. Конечно, keyin O'zbekiston sinib ketadi, конечно, keyin O'zbekiston qarzga botib ketadi. Bitta erkakni eplab qo'yib, guldek oilalarni avaylab asramasdan shartta bir, bu erkakni yomonlab, baribir boshqa erkakni tagiga yotasan-ku. Nima qilasan unaqa o'zingdan kimnidir yasab yoki o'zingcha bir voy hokisor bo'lib olib, qaynota boshqa narsalar, hamma narsa duoga bog'liq. Duoda gap katta.